5 xil sizning o'riqlash sur'atingizni ostiltayotgan turmush odatlaringiz deb beraman. Bu odatlar ko'zingizga ancha chiliqmaydi, ziyin yo'qdek ko'rindi, ammo asta-asta badanni buzuytidi, o'riqlayman deb g'alba qila olmaysiz. Bir diqqatingizni markazlashtirib qo'ying, bir tal yurak berib saqlaying. Birinchisi, uxlashdan 3-4 soat burun yana birini yeb o'tirayotgan do'stlar, qo'saqdek yo'g'nab ketadi. Uxlashdan 3 soat burun yeydigan narsani to'xtaylik, suv ichaylik. Ikkinchisi, tomoq yegach telefon o'ynaydigan do'stlar. Bilib bilmay 20-31 soat jiqraq narsani yeyolisizda badanga bir astoydil yang tomoqni. Uchinchisi, tomoq yeyishdan burun bir stakan suv ichmaydigan do'stlar. Bu ishtaharimizda turaqlik qiladigan eng oson usulda suvni bir stakan ichib olsangiz, oshqozonning bir qismi ozroq to'liqlansa, tomoqni uncha olajiq yeyo'tmaysizda. To'rtinchisi, tomoqni yomon tez yeyo'tadigan do'stlar, ammo badanda to'yinish tuyg'usini his qilmay turib, siz kuchab yeb postingizni ko'p turib oldingizda, ostaroq yeng. Beshinchisi, cho'nqur qachida tomoq yeydiganlar. Tigigal, xemirni, yamifanni, to'piga sayni, uning ustiga go'shtni qilib, to'p-to'pik tizib yeydigan do'stlar, ko'zimizga bir xil to'pidagi bir rat naslam ko'rindi, oz yeganda ko'rangamda, ammo u nihoyat cho'nqur bilib bilmay jiq narsa bo'lmas. Nipizroq taqsiga yeydigan narsangizni yeyib o'rlashtirsangiz, u chaqda u jiq bo'lib ketmaydi degan gap. Bu 5 xil odat ko'zingizga chiliqmaydi, ammo mo'shning tuzitish kirgizinglar, birdan o'rqlab ketasiz. G'ayrat qiling.